Taranchkilim deb qiziq paranglarni ilib men yana gap qoldim qizlar. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranchkilim Yasardan hammanglarga o'tib salomlar olsun. Kichik vaqtlarimda shu opam menga eg'iz yugurgi boshqa chiqdi balam, eg'izingga diqqat qil deydi qizlar. Voy bu eg'iz yugurgining boshqa chiqilganligini bugun his qildim juma. Qaysi kungi filmda esinglarda bor qizlar. Voy men to'y qilib kelgandan yaqin boshqa kelinlar tomoq vaqtida og'rib olgan kelinlar bor ekan. Men bu tomoq yetilgan chaqlar og'ir qasam bo'lmam deb boshqa vaqtlarda og'irmaymish. Bekor vaqtlarda og'ir qolmayman tomoq yetilgan chaq soqiy qolmay qaranglar deb sizlarni tildagandim. Eg'iz yugurgi boshqa chiqdi degan gap mushu bo'lsa kerak degan atgan o'rnimdan qopsam jinim ballar. Ko'zlarimning oldidan g'ilpal o'tib ketdi. Qoyoqqanlarda atgan tomoqlarim. Mush ustixonlarim og'riydi. Mush qo'llarimdan tatib og'riydi. Qizima, yotqanni ochima, yopima, yopima oshta qilib tomoq yetilgan vaqtgacha yetketdim-da. Ansirmara Taranchkilim sen baribir tomoq yetilgan chaq soqiy qolsa deb o'zim tasalli berib yetyapman-da. To'xta bu ben fam Ahmedi qattiq og'rib ketdim qo'y men. Qo'pib og'ir qoldim deb to'stirikka chiqib qo'y deb osti o'milab opamlarning uyiga chiqsam, opam mendan beta og'rib yetibdi. Men nim degan qiynana talada tomoq atmayli. So'g'uq o'tida bir kuni yotqan kirib ketmayli dedimmi qiynana desam, voy shu balam og'rib ketdik emasmi deydi. Bir-birimizni yo'lishib, ishlarni o'tirdim bo'lishib, og'rib qolsaqmi kulishib o'tirib shuni bilan bu tomoqni etishni boshlab ketdik do'stlar. Kelin pashalar og'rib qolsa bo'lmaydigan ishga bu qaysang shu tomoq vaqtida og'rib qolsang bo'ladi degan. Hey bu ben fahmi Ahmedi menga biz og'rib qolganmisak tomoq etib aytilgan odam yo'q-ku bu uyda erlarga sho'g'irish suiqash mundaq tomoqlarni etamisa og'rib qolgan pola yegan teq bo'lmasa bu qiynatam shu polalam etalaydi demasin ballar boshqa narsa etanmaydi shuni bilan g'ayrat qilib biz tomoqni o'zimiz etib anadagi og'rib yetib olaylik jumo deb og'riq ish etyapmiz jinim ballar voy aros jinim qizlar taloq chiqqan qilinroq kinolar mendan sizlarga ibrat bo'lsin ma uyga bir zukam kirib olgan bo'lsa sizlarga ketmaydi ekan ma zukam ash balanglardan tatib hammasiga bir qurdan yuqib ketgan ekan anadagi chiqib ketmasa bu zukam hech bir oromimizni qo'ymaydi ekan shunchalikin eg'ir tegadigan juma hozir zukamning ta'mini tetib baqqan qizlar bir yezib baqqanlar astiga qanchalar mavsha zukam deb og'rib ketib borsizlar voy ajoyib tezkash qilibchimi voy javoy deb saylarni oqlabdiman voy shunday chiroyli qilib to'g'rabdiman voy qiynana chiqsizlar yoqqa deb sahnik taklif qilibdiman navbat sahnik chiqqan mening taranch qiynanam juma saylarni o'zi bir qulluq qo'rib bizga tayyor qilib beradi yalarda men tachiq mas'ulamdi juma bugun atmoqchi bo'lgan tomoqimizning ismi sho'g'irish voy jahonda jil o'tib kelsa bir qatam sho'g'irishmaydigan odam bugun mahkamaga sho'g'irish qo'shyapamdi taladan akarsak og'zimizga tetemasmi dedi opam shuninglar ha bo'ladi amsa opa sho'g'irish qilib baqamdiq dedi ma'qul unda ish baqayli dedik bu sho'g'irish qanday bo'ladi ekan necha yillar o'tdi bu sho'g'irish etib baqmoqni bugun bir etayli dedik etib baqmagan tomoqlarni etib ketparmiz qo'mishaymish keladi o'zimchi bu tomoqni qo'riyotgan vaqtda voy men ishmayman sho'g'irishmayman men voyjam bishim og'rib ketib ko'nim og'rib ketib bordi deb novchilik qilib ketibdi menga ballar bo'ladigan tomoqga opam sayni qo'rib suv quyayotgandan keyin birdan qaynasin deb aytadi dedi shuni bilan yotdim ballar mar teriktirdi meni voy taranchkilim qo'rdoqdan sho'g'irish kuchib qopti voy taranchkilim tegishibdi deb voy dada mendan ahvol so'rmang bo'ldi deb aytadi voy haqiqatsiz bolam deb aytadi shuni bilan voy yotilaverdim miliqi biz moma uyga necha yil bo'lgandan keyin kelin bo'libchi ko'nrab ketdik do'stlar opam dadamlarni oldida yotilavermayman hozir og'rib qolsamchi bu sho'g'irishimiz o'zicha ajoyib o'xshab ketibdi ballar men yuzini ilib o'tib andan keyin ko'rsam oqir ketadi yuzi dedi opam ha bo'pti deb bizniklar qizlik judamasmi shuning bilan shunda o'xshabdiki bir kunini guplashibdi og'rib qolganda u odamga ish qilib bunda isil tomoqdan boshqasi tetirmaydi ekan do'stlar qancha yaxshi tomoq bo'lsin oldinlarga aytgansa mushta suyuq salan tomoqdan boshqasi tetirmaydi ekan sizlarga mashta olamsizlar do'stlar tomoqni ichib bo'lib yuzimni yuvib sagib andan keyin bir yotaychi bo'lmasa yana qizilverdigan o'xshayma deb u ham kirib ketib o'zimniki shu bizning markamizdagi terasrash yurishimiz bor bilasizlar zulurxning to'rt to'latin materialni import qilib turib ishlab chiqargan 5 yurishlik terasrash yurishimiz shuning ichidan chiqadigan yuzi suyuqlik bor emasmi dengiz tuzidan ishlangan teringizni vahshiy rahat qilib o'tadi xuddi bir ig'ir yukni ip tashib o'tgandek bak rahat bo'lib qolsiz shuni bilan yuzimni yuvib yetib qolaychi deb ashunday yuzimni yuvib andan keyin kechki maylarni surib yetib